Konani navrochinniyi sras ketib qoldi-da videochi jigar. Men keling-da. Men mana shu joyini ko'rsatay dedim. Mana videoni ko'ring. Ancha-muncha kona bunaqa emas. Diska, kalligraf, o'zini zavodskoy diskalarda imенно shu diska bilan birga zavodda chiqqan navroti ham farq qiladi. Bu diska qo'yilgandan keyin uje bilinchki, navroti beri konalardan ko'ra tuzuk. Aka, xo'p. Mashinada matida tumanka ham bo'ladi. Shu tumankasi yo'q ekanda. Akalar 2019 свежий перегонda 1.6 turbina benzinoviy motorda $11,000. Faqat ezg'ilash yo'q. Hali aytishadi-yu, mendan kelmanglar akalar bor edi. Pastdan kelmaymiz, faqat realniy klientlar bo'lib turib, mokriy asfaltda koreyskiy, qarang bitta mashinani. Besключевой, silpoy zona bor, elektropaket, firmenniy akustikasi qaralgan. Akalar, плавающий сиденье, kujlar holatlari o'ta trezye. Qaranglar. Podogref обдув сиденья, ba'zilarda obduf bo'lmaydi, bilasizlar. Podogref rul, avtomat, monitor, dozorniy klimat kontrol, 103 ming probeg, multirul, kondityorda qarang ishlashini. Konditsioner. Va, muzli davri bo'lyapti-yu. Kelar 11,000 серьезный narx. $11,000ga hozir jazlar ham chiqarib yuboryapmiz. 1.6 benzin turbina kona. Sproshniy shoshilib qolasiz narxlarni kelishgan holatda. Zo'r narx chiqdi, qand kelishadigan narx. To'g'ri, undan chuchib bo'lasiz, lekin 11,000 dan uje sodalashsangiz bo'ladi. Endi 11,800, 11,5 qo'ysa uje sodalash kuningiz nima bo'lib qoladi? Bozorda qimmat.